Academy. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Biz unda boshladik. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni Fayz akademiyasiga, ya'ni Fayz maktabiga taklif qilamiz. Bu tomonda ushbu Fayz akademiyani asoschisi Ravshanbek akamiz va bu tomonda Ravshanbek akamizni eng ishongan shogirdlardan qo'li gul usta, qo'li gul sartarosh bo'ladi va barcha chust yoshlarini Fayz akademiyasiga taklif qilamiz va mana shu yerda ilm olib, hunarni o'zlashtirsa, mening nazarimda kelajakda mana shu yoshlarimizdan eng zo'r sartaroshlar o'sib chiqadi. Barcha yurtdoshlarimizni, yoshlarimizni Fayz akademiyasiga taklif qilib qolamiz. Kutamiz. Fayz salonini ham Fayz akademiyasini shu Fayz asoschisi Ravshanbek akamiz kuzatuvchilari tabriklayman aka, muborak bo'lsin. Xursandmiz. Bu o'zimizni do'konimiz ochilgandek bo'ldi. Ravshanbek akam bilan mana 12 yildan buyon birgalikda ishlab kelamiz. Barcha imijlarimizni shu Ravshanbek akam o'zlari qiladilar. Kattakon rahmat, xursand bo'ldik. Shu barcha ota-onalarimiz farzandlarini mana shu joyga olib kelib, farzandlarini vaqtini unumli o'tkazish uchun bemalol shogirdlikka berishlari mumkin. Marhamat, barchalarni taklif etamiz. Rahmat, Assalomu alaykum barchaga. Mana Ravshanbek akam Fayz salon asoschisi, Fayz akademiyasini ochibdilar. Aka, boshlagan ishingiz bilan xayrli bo'lsin. Bundan yaxshi niyatda ochgan bo'lsangiz, qamizga erishing, lekin shogirdlaringiz bundan ham ko'paysin. Hammani Fayz salonga taklif etamiz. Fayz salon chust bo'yicha xudo xohlasa nomer 1 bo'lgan. Bundan keyin ham nomer 1 bo'ladi. Aka, ishlaringizga omad. Rahmat akajon, salomat bo'ling. Albatta bir so'zni ta'kidlab o'tishim kerak. Mana shu ustalar qo'lida hozirgi paytda 200 dan ortiq shogirdlar tahsil olmoqda, bilim olmoqda, hunar o'rganmoqda. Mana shu yoshlarimizni bugun hozir sanoqli daqiqalardan keyin taqdirlash marosimi ustalar tomonidan bo'lib o'tadi va biz barchamiz bunda ishtirok etamiz. Guvoh bo'lishingiz mumkin va biz davom etamiz azizlar. Avvalambor, assalomu alaykum hurmatli chust yoshlari, hunarmand yigitlar. Barchalarni mana shunday Ramazon oyida ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Va bugun mana shu tumanimizda yana bir yangilik. Mening nazarimda bu juda katta yangilik desam to'g'ri bo'ladi. Namangan viloyati bo'yicha sartaroshlik maktabi birinchi o'rinda o'zimizning tumanimiz, ya'ni Chust shahrida ochilmoqda. Ya'ni ushbu Fayz salon akademiyasi asoschisi, siz tanigan, siz hurmat qilgan, siz qadrlagan ustoz deb bilgan inson, bizning qadrdonimiz, akamiz Ravshan aka bo'ladi. Ravshan aka, assalomu alaykum. Avvalo Alloh xayrli qilsin. Boshlagan ishinglarni bardavom qilsin, barakali bo'lishni albatta niyat qilamiz, duodamiz hammamiz birgalikda. Azizlar, yillar, vaqtlar o'targan mana shu vaqt oralig'ida har bir inson, har bir yigit qancha mehnat qiladi, yillar davomida mashaqqat ko'radi. Bir ishni orqasidan chekkan zahmati-yu qiyinchiliklardan o'tadi. Lekin Allohim har bir yigitga omad beradi hayoti davomida. Mana shu omad ushlab qolish kerak. To'g'ri yo'lda, to'g'ri yurib, har doim Allohga shukr qilib yashab, o'zini ustida inson mehnat qilish kerak. Va shu qatorda men birinchi o'rinda bugungi kunning asosiy qahramoni bo'lgan Ravshan aka savol bermoqchiman. Mana sartaroshlikni boshlaganingizga qancha yil bo'ldi? Bizga 15 yil bo'ldi ekan. 15 yil bo'ldi, to'g'rimi? Mana shu 15 yil oldin siz ustoz darajasiga yetgansiz va mana shu ustoz darajasiga yetgan vaqtda sizning birinchi shogirdingiz kim bo'lgan?
Birinchi shogirdi Islomjon degan ukamiz bo'lgan. Islomjon, a? Undan keyin men bo'lganman. Undan keyin bo'lgan. Lekin ancha yil oldin, menimcha 2013 mikin, 12 mikin, mana o'zim ham mana shu Ravshan aka meni ustozim deb o'tirgan mana shu yerdagi yigitlar, men o'zim ham mana shu insonga shogird tushganman. Lekin vaqtni qarangki, yillar, vaqtlar o'targanda men boya bezizga aytganim yo'q. Har bir inson o'zini yo'lini topib ketadi. Lekin mana shu yo'lda to'g'ri ushlab olish kerak. Vaqt davomida, yil davomida. Har doim inson yaxshilikka intilish kerak. Xudo xolasa, inson yaxshi bo'lsa, Allohim omadini beraveradi. Barakasini ham berib qo'yadi. Bugun mana shu insonni ham Allohimga yoqqan joylari borki, mana orqalaridan shuncha shogirdlar qolmoqda. Siz ham hammamiz o'tib ketamiz. Hammamiz o'tib ketamiz, lekin mana shu ortingizda qolgan shogirdlar ancha yildan keyin sizni eslashadi. Duo qilib eslashadi. Chunki siz to'g'ri yo'ldasizki, bugun shuncha shogirdlarni chiqardingiz. Avvalambor xayrli qilsin. Har doim mana shu yerda o'tirgan har bir shogirdingizni omadini bersin. Alloh kuch-quvvat bersin, ishiga baraka bersin. Omadli inson bo'lishini mana shu shahrimizni, viloyatimizda, qolaversa respublikamizda, butun dunyo bo'yicha davurg'i doston bo'ladigan yigitlar bo'linglar. Hammanglar, katta-yu kichik, hammanglarga mana shu niyatda tilaymiz. Bugun mana sizlarning ustozinglar, bizning qadrdon akamiz to'g'ri yo'lda bo'lganliklari uchun mana shunday Faiz akademiyasini ochdilar, maktabini ochdilar birinchi o'rinda. Bu juda katta bir menimcha baxt bo'lsa kerak, omad bo'lsa kerak. Alloh xayrli qilsin deymiz, nima deymiz? Alloh xayrli qilsin, barakali qilsin deymiz. Shuncha shogirdlar bor. Shuncha bu shogirdlar emas, bu sizni ukalaringiz emas, qadrdonlaringiz, jonni beradigan shogirdlar. Hammanglarning omadinglarni bersin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Har doim mana shu insonni hunarlarini o'rganinglar, duolarini olsanglar, Xudo xolasa, zo'r yigitlar bo'lasizlar. Katta yu kichiklar har doim. Endi bugun hozir mana shu tadbir davomida hammanglarni nima desam bo'ladi? Ustozlar tomonidan bir tabriknomalar bo'ladi. Ya'ni bu taqdirlash marosimi. Katta yu kichik yoshlarimiz, yosh sartaroshlarimiz, ustoz sartaroshlar hammasi bugun taqdirlanadi va mening nazarimda mana shu yerda o'tirgan akalarimiz bor, do'stlarimiz bor, ukalarimiz bor. Bular ham sizlarga ustoz, chunki bu yigitlar, bu akalar, do'stlarimiz, ukalarimiz ustoz darajasiga yetib, mana ish faoliyatini bugungi kunda davom ettirishmoqda. Hammanglar xush kelibsizlar, ko'rib turganimizda nihoyatda xursandmiz. Ishingizga baraka bersin, Alloh kuch-quvvat bersin. Har doim biz sizlarga podдержкада bo'lamiz, san'at ahli birinchi o'rinda. Sizlar bo'lmasanglar bo'lmaydi. Har doim omadli inson bo'linglar. Qo'linglar dard ko'rmasin. Endi tadbirni boshlaymiz, hurmatli azizlar. Ustoz tomonidan, Ravshan akamiz tomonidan taqdirlash marosimi boshlanadi. Menimcha ustoz tayyorsiz. Bizga yaqindan yordam beradilar. Qadrdonimiz Mirsaid akamiz va taqdirlash marosimini boshlaymiz va birinchi o'rinda taqdirlash marosimi sertifikat. Ushbu sertifikat maxsus o'quv dasturi davomida elita barberlik san'atini nazariy va amaliy asoslarini muvaffaqiyatli o'zlashtirganini uchun tasdiqlaydi. Sertifikat egasi zamonaviy sartaroshlik texnikalari, erkaklar uslubi va professionallik xizmat ko'rsatish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega ekanliklarini namoyon etdi. Va biz ushbu sahnaga Qodirov Muhammad Yusufni eng baland olqishlar sadolari bilan kutamiz. Muhammad Yusuf
Demak, birinchi o'rindagi sertifikat o'z egasini topdi Muhammad Yusuf. Sizga mana shu ish faoliyatingiz davomida omad tilab qolamiz. Xudo xolasa zo'r usta bo'lasiz kelajakda. Ustozingizni yuzlarini yerga qaratmaysiz degan umidamiz va olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Va sizlar taqdimotimiz boshlandi. Qolaversa mana shu o'rinda bir so'zni aytib o'tmoqchiman. Hozir oranglarda mana shu Ravshanbek akamizning eng yaqin shogirdlari safarda yoki sabablariga ko'ra kela olmagan shogirdlarimizga albatta kelishganida, safardan kelishganida yoki ertagami, indingami kelishganida albatta har bir shogirdga diplomlar, sertifikatlar albatta topshiriladi va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Bu shogirdlarni ham biz sizlarni kutamiz. Kelinglar, mana ustoz tomonidan taqdimotlar bo'lib o'tadi. Demak, hurmatli azizlar, hurmatli yigitlarimiz, biz davom etamiz. Taqdimot marosimi davom etadi. Albatta, sizlarni zeriktirmagan holda biz keyingi sertifikatni o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Ushbu sertifikat maxsus o'quv dasturi davomida elita barber san'atining nazariy va amaliy asoslarini muvaffaqiyatli o'zlashtirganini tasdiqlaydi. Sertifikat egasi zamonaviy sartaroshlik texnikalarini, erkaklar uslubi va professional xizmat ko'rsatish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega ekanligini namoyon etdi. Ushbu sertifikat Bahodir Hoshimovga biroz qarsaklar bilan topshiriladi ustoz. Bahodir Hoshimov. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Ana поддержка. Oxirigacha lekin shunaqa bo'lsin. Ertaga sartaroshxonaga borgandan keyin urushmaylar bir-biringlar bilan. Bolalar aytib qo'ying. Chunki ustozinglar hozir urushgan bo'lganlarda men ko'rganman faqat. Hech kim ko'rmagan. Ravshan aka endi sizni shogirdlaringiz hammasi shunaqa bo'ladi. Urushgan bo'ladi. Ustozga o'xshaydi. Albatta bu hazil, yaxshi inson, zo'r inson. Hamma qadriga yetsin lekin ustoz. Bunaqa ustoz topilmaydi lekin. Demak, biz davom etamiz hurmatli yigitlarimiz, hurmatli shogirdlar. Keyingi taqdimotimiz. Xo'p. Ushbu sahnaga mamnuniyat ila albatta so'zlarni o'qib eshittirib o'tdim va shu so'zlar davomliligi ostida sertifikatni o'z egasi Behruzbek Nomonjonovni taklif qilamiz. Yosh iste'dodli shogird qarsaklar bilan ustoz topshiramiz. Bundan keyin ham ko'proq qibrasiz aka. Chunki nima desam bo'ladi? Mana shu video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, yana mana shu ota-onalar farzandlarini bemalol sizga ishonib topshirishadi. Va mening nazarimda har bir sizga shogird bo'lgan yigitlar hayotda o'z o'rnini yetarlicha topadi. Xalqning orasida qarsaklarga, maqtovlarga loyiq sartarosh bo'ladi degan umiddamiz. Demak, biz davom etamiz va keyingi sertifikat yana bir usta. Mening nazarimda yosh ustalardan Ozodbek Sodiqov. Biroz qarsaklar bilan yosh shogirdlardan ustoz.
bugun oralida eng qiyini kimga ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, men mana shu savolga javob beraman. Bugun eng qiyini mana shu ikkita video operatoriga. Komiljon bilan Akramxon aka. Sizlarga kuch-quvvat bersin aka. Tika turibsizlar. Har doim tika turasizlar. Kuch-quvvat bersin. Va keyingi taqdimot egasi, maqtovlar egasi Foziljon Mirayimjonov. Usta, yosh iste'dodlardan, yosh shogirdlardan. Shoshma. Keyingi sertifikat o'z egasini kutmoqda. Va biz ushbu sahnaga Nodirbek Maqsudjonov qarsagilar bilan eng yosh shogirdlardan gap shoshma, ketma, to'xta. Turma ishda. Rizo o'zi u do'ppilarni yarashganlar qaraydi. Kastimni qatdan olding, bolajon? Sen oldingmi? Sen yolg'iz emassan, bolajon. Qarshiliklar bilan kuzatib qo'yamiz. Rizo o'zi zo'r usta bo'lgan, zo'r xalq taniydigan shogirdlar bo'lishini tilab qolamiz. Demak, biz davom etamiz. Keyingi maqtov yorliq, ya'ni sertifikat Mirfatullo Xoliqov qarsaklar bilan. Sizga muborak bo'lsin sertifikatlar. Rizo bo'lsin, qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Demak, keyingi sertifikat o'z egasini kutmoqda. Sarbarbek Murodov qarsaklar bilan. Bu usta bo'lib qolganmi? Professional usta bo'lganda-mi? Sen ko'chada sochaganmisan, bolajonim, oftobda qoldi. Sap-sariq. Mirzo bo'lsa, qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Keyingi taqdimot Muhriddin Husanov qarsaklar bilan. Yosh shogirdlardan. Demak, davom etamiz. Keyingi taqdimot egasi Islomjon Rasuljonov. Islomjonning muxlislari ko'paygan. Tikka turib qarsaklarni gapi yo'q. Salom alaykum. Hurmatli qo'ligul yosh iste'dod egalari va keyingi sertifikat hamda diplom egasi, menimcha ustoz darajasiga yetgan mana shu Ravshan akamizni ishongan shogirdlaridan ushbu diplom barberlik san'atida yuqori natijaga erishgan, professionallik, did va aniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlangani uchun tasdiqlaydi va biz ushbu sahnaga hurmatli diplom egasi
Bobirjon Latipovni taklif qilamiz. Marhamat, qarshilar bilan sertifikat hamda diplom egalari. Va qarsakilari bilan uzatib qo'yamiz. Aziz yurtdoshlar, aziz sartaroshlar, biz yoshlarimizni taqdirlashda davom etamiz. Albatta har bir taqdirlangan yosh iste'dod egalarini o'ziga yarasha mahorati bor. Shuning uchun ustozlar tomonidan taqdirlanmoqda va biz taqdirlashda davom etamiz. Keyingi sertifikat egalari egasi Abdurrahmon Abdurrahimov qarsaklarga. Abdurrahimov. Va fotosessiyalar bo'lmoqda. Mir foto studiyasi ijodkorlari tomonidan. Hurmatli yoshlar, keyingi sertifikat o'z egasini kutmoqda. Erkinov Elshodbek. Mahoratli shogirdlardan, mahoratli ustalardan biri. Omad tilab qolamiz. Omadli inson bo'lsin. Demak, biz endi ozgina tezlashamiz, chunki ushbu video tasvirlarni ko'rayotgan aziz yurtdoshlarimiz zerikib qolishmasin va biz davom etamiz. Keyingi sertifikat o'z egasini kutmoqda. Ergashjonov Behruzbek taklif qilamiz. Ergashjonov Behruzbek ustoz tomonidan ajoyib bo'lgan sertifikatlar g'olibi bo'ldi va kuzatib qo'yamiz. Keyingi sertifikat Karimjon davramizga taklif qilamiz. Muhammadiyev, agar adashmagan bo'lsam, Karimjon Muhammadiyev ustoz tomonidan taqdirlanmoqda. Salomat bo'ling. Va biz davom etamiz. G'olibjon Madaminjonov taqdirlanadi ustoz tomonidan sertifikatlar bilan. Birinchi marta oldimi? Ikkinchi marta bo'lsa? Bir-biriga o'xshadigandim buni. Demak, davom etamiz. Keyingi sertifikat g'olibi Muzaffar Shukurjonov. Xitoydan o'qiganmiz bu. Sochlari ham bir boshqacha. Demak, davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz, keyingi ushbu hunarni chuqur o'rgangan ustalardan biri Qahramon Hassanov taklif qilamiz. Demak, muborak bo'lsin. Bu shogird emas, bu ustozlardan. Chunki hozir bildim, mana shu yerda barcha shogirdlar zo'r podдержкада bo'lishdi. Albatta, yaxshi insonni shogirdlari har doim yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lishga intilish kerak, hurmatli yoshlar, va bunda keyin ham
yaxshi bo'linglar, zo'r ustalar bo'lishinglarni barchamiz tilab qolamiz. Omadinglarni bersin va ustozinglarni qarsinglar bilan kuzatib qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, keyingi sertifikat Ibrohim Qodirov taqdirlanadi. Ibrohim Qodirov. Lekin mana shu shogirdingizni ko'rsam bor-ku, haligi Shumboladagi Qoravoy bor-ku. O'zi o'xshamasa ham harakatlari o'xshaydi. Uning uzoq bo'lsin, muborak bo'lsin. Demak, davom etamiz. Demak, keyingi sertifikat g'olibi Baxtiyor Mamadjonov. Ustoz. Albatta, Baxtiyor ko'p yillardan buyon mana shu insonga shogird tushib, yonlarida yurib, duolarini olib, mana shu yerdagi hamma duolarini olgan. Albatta, mana o'zim ko'zim bilan ko'rganlarim mana shu yerda o'tirgan va shu qatorda Baxtiyor ham mana shu Ravshan akamning etaklaridan makam ushlab olib, o'zlarini mana shu Ravshan akamning hunarlarini haqiqatda o'g'irlagan shogirdlardan hisoblanishadi. Mana shu yerda o'tirgan qolaversa Baxtiyor. Omadlar qolamiz keyingi mana shu ish faoliyatingiz davomida salomat bo'ling. Kuzatib qo'yamiz qarsinglar bilan ustozlarni. Demak, davom etamiz. Keyingi yosh iste'dod egasi, ya'ni mening nazarimda agar adashmagan bo'lsam, mana shu Ravshan akamning jiyanlari bo'lsa kerak. Agar adashmagan bo'lsam, bizni qadrdon ukajonimiz qo'li gul ustalaridan Rasuljon Qodirov. Rasuljon Qodirov ustoz tomonidan taqdirlandi. Salomat bo'ling. Faoliyat davomida omad tilab qolamiz. Xo'p, demak, davom etamiz hurmatli azizlar. Keyingi va oxirgi sertifikat ishtirokchisi Jamshidbek Alisherov taklif qilamiz. Jamshidbek ikki og'iz so'z gapirib o'tmoqchiman. Mana shu yangi Fayz akademiyasining ushbu filialni bosh xodimi, ya'ni ushbu akademiyani bosh direktori, ya'ni Ravshan akamdan keyingi direktor mana shu yerda xudo xolasa ish faoliyatini yuritadigan bosh xodim Jamshidbek bo'ladi. Qalay gadetlar yaxshimi? Muborak bo'lsin endi. Mana shuncha joyi xudo xolasa mana ustozingiz sizga ishonib topshiryaptilar. Xudo xolasa yuzlarini yorug' qilasiz degan umiddamiz. Barakali bo'lsin. Ishingizga rivoj bersin, avvalambor baraka bersin. Hech qachon qo'lingiz dard ko'rmasin. Xalqqa har doim xizmatini qilib, duosini oladigan bir hunar ustasi bo'ling. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Shunday qilyapmiz. Menimcha bu shogirdingiz sizni yuzingiz yorug' qiladi. O'zini yuzi ham fayzli, lekin bular bilaman
bular bilganim uchun gapirmadim. Ko'p yillardan buyon bilaman. Bilganim uchun gapirmadim, lekin Jamshidbekni bugun birinchi marta ko'ryapman. Oldin ko'rgan bo'lsam ham esimda qolmagan. Lekin har bir shogirdingizni bir yuzda fayz borki, yoningizdan ketmagan, mana siz orqangizdan unib o'smoqda. Ishiga baraka beryapti Allohim. Har doim har bir shogirdlaringiz omadli bo'lsin. Zafarli, xalqni koriga yaraydigan, xalqni xizmatini qiladigan va ota-onasini sizni duoyingizni oladigan shogirdlar, munosib shogirdlar bo'lsin. Azizlar, hurmatli yoshlar, biz davom etamiz. Keyingi sertifikat o'z egasiga topshiriladi ustoz tomonidan. Mahmudjon Yunusjonov tayyor bo'lsa, eng baland olqishlar bilan biz kutib qolamiz. Bu sahnada Mahmudjon Yunusjonov. Davom etamiz. Qo'yamiz, rahmat, rahmat. Endi ozgina tezlashamiz, xafa bo'lmaysizlar. Va keyingi sertifikat o'z ishini ustalariga topshiriladi. Ya'ni yosh umidli sartaroshlarga Jahongir Rustamov. Yosh shogirdlardan yosh shogirdlardan. Rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Davom etamiz. Biz davom etamiz. Keyingi sertifikat Behruzbek Nurullayevga topshiriladi. Mamnuniyat ila. Behruzbekni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin va orada podishka bo'lsin, albatta bo'lsin. Va biz davom etamiz, hurmatli azizlar, davom etamiz. Sertifikat ishtirokchisi. Keyingi ishtirokchimiz, ya'ni Ravshan akamma shogirdlaridan Ahmadjon Hamidjonov bormi? Shu yerdan chapqon yana kelmoqda. Va sertifikat o'z egasini topdi. Bosamiz endi qarasanglar. Biz qo'ydik. Demak, keyingi shogirdlardan ancha bu shogirdlar yosh shogirdlar. Diqqat qilamiz, keyingi sertifikat Javohir Abdullayevga topshiriladi. Javohir Abdullayev. Zikrulloh Kamoljonov. Zikrulloh Kamoljonov. Rahmat. Demak, Xayidjon Hamidov. Bu kostyumlardan artistlarga o'xshar ekan. Zo'ytamiz. Xo'p, keyingi yosh iste'dod egalari, agarda adashmagan bo'lsam, Ibrohimjon Yusupov. Ibrohimjon Yusupov ustoz tomonidan taqdirlanmoqda. Va albatta kadrlarga muhrlanmoqda. Davom etamiz. Xo'p. Va keyingi yosh iste'dod egasi tayyor bo'lsa,
Sanjar Usmanov. Sanjar Usmanov. Ustoz tomonidan taqdirlandi Sanjar Usmanov. Va keyingi sertifikat egasi Mahmudjon Rahmonov. Taqdirlanadi Muhammadjon Solijonov. Muhammadjon Solijonov ustoz tomonidan taqdirlandi. Muborak bo'lsin. Hokimlarga o'xshab yuribdi. Davom etamiz. Voy Sanjarlar namcha ko'plar. Sanjar Hakimov. Ustoz tomonidan sertifikatlar bilan taqdirlanmoqda. Muborak bo'lsin. Demak, davom etamiz. Yosh desam, menimcha 100% adashgan bo'laman. Biz ushbu sahnaga hurmat va ehtirom ila eng birinchi shogirdlardan va bizga ham qadrdon bo'lgan bir akamiz borlar. Ustoz maqomiga yetgan, ustozning duolarini olgan ustozlardan ushbu sahnaga Ma'murjon Mahmudov taklif qilamiz. Muborak bo'lsin Ma'murjonga, rizo bo'lsin. Demak, davom etamiz. Keyingi sertifikatlar egalarini kutmoqda. Akramxon Mansurov taklif qilamiz keling. Lekin bizda ikkita Akramxon bor. Bittasi video operator, bittasi sartarosh. Akajonim, sizga ham bor. Mavlonbek Toshpo'latov. Voy. Toshpo'latov. Hasondaga o'xshaydi. Mavlonbek. Mavlonbek boring bo'lsin. Davom etamiz. Va biz ushbu sahnaga Mirzohid Murataliyev. Mirzohid Murataliyev. Yosh iste'dod egalaridan. Va biz davom etamiz. Ushbu sahnaga Og'abek Ummataliyev yosh shogirdlardan taqdirlanadi. Og'abekni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Keyingi sertifikat Rustamjon Abdurrahmonov. Rustamjon Abdurrahmonov ustoz tomonidan taqdirlanmoqda.
Rahmat. Muborak bo'lsin va biz davom etamiz. Rajabaliyev Abdurasul. Yosh shogirdlardan. Rahmat. Salomat bo'ling. Omad tilab qolamiz yoshlarimizga. Demak, keyingi shogird tayyor bo'lsalar, taqdirlanadi Nurullo Mirxalilov. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Demak, davom etamiz. Umidjon Obidov taqdirlanadi. Qani marhamat. Umidjon Obidov. Ozgina mikrofonni ko'tarib beringlar, iltimos. Muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Demak, keyingi sertifikat g'olibi tayyor bo'lsalar, Doniyor Haydarov. Rahmat. Va keyingi taqdirlanadi. Menimcha Ravshan akamning eng sevimli shogirdlaridan. Gapga ham usta yigit. Men o'zimning do'stim, qadrdonim. Taqdirlanadi ustoz sartarosh Maqsadbek Toshpo'latov. Maqsadbek Toshpo'latov. Sartaroshlikni chuqur o'rgangan va ustoz darajasiga yetgan va ustoz darajasiga yetayotgan shogirdlarga Ravshan akam tomonidan taqdim etiladi. Va biz mamnuniyat ila ushbu diplomni barberlik san'atida yuqori natijalarga erishib, professionallik, did va aniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlagani tasdiqlaydi. Va biz ushbu sahnaga qo'li gul ustalardan Qahramon Hassanov taklif qilamiz. Qahramon Hassanov. Muborak bo'lsin. Va keyingi diplom barberlik san'atida yuqori natijalarga erishib, professionallik, did va aniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlagani uchun tasdiqlaydi Latipov Boburjon. Va keyingi diplom yana qaytarib o'taman. Barberlik san'atida yuqori natijalarga erishib, professionallik, did va aniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlanganligini tasdiqlaydi. Va ushbu sahnaga
ustoz darajasiga yetgan Rasuljon Qodirovni taklif qilamiz. Rasuljon Qodirov. Albatta, o'zini ustoziga munosib shogird bo'lgan va hozirgi vaqtda ko'plab shogirdlarni yetishtirayotgan yana bir Ravshan aka shogirdlari bor. Biz ushbu sahnaga mamnuniyat ila barberlik san'atida yuqori natijalarga erishib, professionallik, didvaniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlanganini tasdiqlaydi. Ushbu sahnaga Ma'murjon Mahmudovni taklif qilamiz. Demak, ushbu diplom Mahmudjon Rahmonov. Ushbu diplom bilan taqdirlanadi. Bravo. Ustoz bilgani uchun, ustoz sezgani uchun va ustoz ko'rgani uchun har bir shogirdini munosib taqdirlamoqda. Biz ushbu sahnaga yana bir ustoz maqomiga yetgan va ustozni duolarini olgan yana bir ustozni taklif qilamiz. Ushbu diplom Maqsadbek Toshpo'latov. Fotosessiya bo'lib o'tadi. Maqsadbekni kuzatib qo'yamiz, ustozlar. Va ushbu sahnaga ushbu diplom bilan Muzaffar Shukurjonov qarsaylar. Demak, doytamiz ushbu diplom bilan Baxtiyor Mamatjonovni taklif qilamiz. Baxtiyor Mamatjonov. Bravo. Ijodiy barkamollik hamroh bo'lsin har biringizga. Va keyingi diplom bilan barberlik san'atida yuqori natijalarga erishib, professionallikni, didvaniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlanganini tasdiqlaydi. Karimjon Muhammadiyev. Salom
Keyingi diplom barbirlik san'atida yuqori natijaga erishib professionallik, did va aniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis sifatida tayyorlanganini tasdiqlaydi Doniyor Haydarov. Doniyor Haydarov. Demak, keyingi diplom bilan Solijonov Muhammadjon taqdirlanadi. Rahmat, muborak bo'lsin diplomlar. Keyingi diplom ustoz tomonidan barbirlik san'atida yuqori natijalarga erishib, professionallik, did va aniqlikni o'zida mujassam etgan mutaxassis Abdurahmon Abdurahimovga topshiriladi qarsaklar bilan. Muborak bo'lsin. Keyingi diplom barbirlik san'atida yuqori natijalarga erishgan hurmatli shogirdlardan Sanjar Hakimov taqdirlanadi. Diplom barbirlik san'atida yuqori natijalarga erishgan ustalardan G'olibjon Madaminjonov taqdirlanadi. Muborak bo'lsin va keyingi diplom bilan Mavlonbek Toshpo'latov. Tabrik qilamiz. Seryozni bo'ladi. Yuz aytib turibdi. Azaz bo'lmaydi. Muborak bo'lsin. Keyingi diplom o'z egasini kutmoqda. Ergashjonov Behruzbek taqdirlanadi. Barbirlik san'atida yuqori natijalarga erishgan yosh iste'dodlarda. Va keyingi diplom egasi tayyor bo'lsa diqqat qiladi. Barbirlik san'atida yuqori natijaga erishib kelayotgan professionallik va did va aniqlikni o'zida mujassam etganligi uchun Ibrohim Qodirov taqdirlanadi. Muborak bo'lsin azizlar, yoshlar, davom etamiz va keyingi diplom Jamshidbek Alisherov. Jamshid Alisherov.
Ushbu salon bosh xodimi muborak bo'lsin. Kuzatib qo'yamiz. Hurmatli qadrdonlar, biz davom etamiz. Hurmatli yoshlarimiz va yana bir sertifikat bilan ajoyib yosh iste'dod egasi, ya'ni mahorat egasi ushbu sahnaga sertifikat egasi zamonaviy sartaroshlik texnikalarini erkaklar uslubi va professional xizmat ko'rsatish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega ekanligini namoyon etadi. Va biz ustoz tomonidan ushbu sertifikatni Mirxalilov Rahmonjonni olqishlar bilan kutib olamiz. Eng baland olqishlar bilan. Lekin bizga ham zakazlar bo'ldi. Azizlar, albatta mening nazarimda bu sertifikat, bu diplom bejizga berilgani yo'q. Chunki albatta taqdimot bo'lib o'tdi, hazil huzur bo'ldi, hammasi o'z yo'liga, lekin ustozlar tomonidan, ustoz tomonidan menimcha katta-yu kichik shogirdlar munosib taqdirlangan. Azizlar, keyingi ish faoliyatingiz davomida mana shu yerda o'tirgan barcha yoshlar diqqatingizni bir joyga jamlab, mana shu qalbingizda bir narsa bo'lsinki, men eng zo'r bo'lishim kerak deng. Chunki zo'rlar chiqqan, zo'rlardan yana zo'rlari chiqadi. Eng zo'r bo'lishingiz kerak har biringiz. Ushbu hayotda ishingizni zo'r bo'lganingizda mening nazarimda baraka shu bo'lsa kerak. Har doim har bir yoshlar omadli bo'ling, har doim zafarli bo'ling, xalqni xizmatida bo'ling. Ota-onangizni va ustozlarni duolarini olishlik hammaga nasib qilsin. Zo'r sartarosh bo'ling va eng zo'r bo'ling. Ishingizni, kasbingizni eng zo'r bo'ling. Azizlar, hurmatli qadrdonlar, bizni ko'rib turgan barcha hurmatli yurtdoshlar, mana bugun yana bir bor qaytarib o'taman. Mana shu Ravshan akamiz tomonidan Faiz akademiyasi Namangan viloyati Chust tumanida ochildi. Ya'ni bu maktab degani. Bu katta maktab. Bu juda katta ish. Hurmatli azizlar, bu katta mas'uliyat. Barcha yoshlarimizni mening nazarimda mana shu ko'rib turgan, ushbu syomkani ko'rib turgan, ushbu videoni ko'rib turgan hurmatli ota-onalar, sizlardan iltimos qilardimki, mana shu farzandingizni bo'sh vaqtlarida unumli foydalangan holda mana shunday maktablarga, mana shunday akademiyalarga albatta olib kelsangiz, bu yerda qo'lgul ustalar tomonidan sartarosh bo'lib chiqishiga, zo'r hunar egasi bo'lishiga mana shu insonlar 100%, 1000% kafolat beradi. Albatta, har doim biz bilan qoling, har doim Faiz bilan qoling. Va biz sizni xursand qilishda davom etamiz. Azizlar, salomat bo'ling va omon bo'ling. Barchangizni Faiz akademiyasida